Shamollash bo'yicha ma'lumotlarni yoritayotganda e'tibor bersak, bir uyum dorilarni qo'yib qo'yishadi, xuddiki shamollashga ko'p dori ichadigandek. Aslida bunaqa ko'p dori ichish shart emas. Sababi o'sha dorilarni ham, bir uyum dorilarni ham e'tibor bersak, asosiy sostavi yo paracetamol bo'ladi, yo ibuprofen bo'ladi, uchinchi holatda diklofenak bo'ladi va ularni miksidan iborat bo'ladi. Aslida shamollaganda nima kasalliklar, simptomlar chiqsa, o'shanga qarab davolanadi. Mutaxassisning tavsiyasiga ko'ra 38,5 darajagacha ko'tarilguncha hech qanaqa dori iste'mol qilish shart emas. Bunaqa paytda ko'p suv iste'mol qilishi, imbir, malina, samarodina shunaqa mahsulotlar bilan ko'p suyuqlik bilan chiqib ketish tavsiya qilinadi. Undan keyingi bo'lsa 38,5 dan keyin bo'lsa 500 milligram miqdorda paracetamol iste'mol qilsa bo'ladi. O'sha ham bo'lsa bitta iste'mol qilish kerakki, 2-3 ta bo'lib ketmasligi uchun. Agar bu ko'payib ketsa, paracetamolda jigarga ziyoni bor, keyinchalik u jigar va boshqa oqibatlarni davolab yuriladi. Shuning uchun kasal bo'lganingizda sraz doriga uchmasdan oldin nima bo'lganini aniqlab va simptomi bo'yicha davolanish maslahat beriladi.